Yoqimsiz zarda kun davomida bezovta qiladi. Jig'ildondagi olov kayfiyatni doim buzadi. Ortiqcha chidash shartmi? Nol paza zardani bartaraf etadi. Nol paza zardasiz kunning yorug' tarafida bo'ling. Bu masalada siz bilan tortishib o'tirmayman. O'zingizga kelganingizdan keyin gaplashamiz. Xo'pmi? O'zimni bosganimda ham fikrim hech qachon o'zgarmaydi. Yo men aytganim bo'ladi. Yo seni singlim demayman. Gapim tamom. Qayoqda eding? Bir ish bilan borgandim. Shuning uchun biroz kech qoldim. Hali anavi yigitni uyiga borish sen uchun ish bo'lib qoldimi? Menga qara. Sen haddingdan oshyapsan. Men indamay qo'yganimga menga hamma narsa bemalol deb o'ylayapsanmi, ha? Oyi, men haddimdan oshganim yo'q. O'sha siz aytgan yigit bilan qiladigan ishim bor edi. Shu xolos. Ishing uyida-ya? Ha? Qiz bola yigitni uyiga borib, qanaqa ishi bo'lishi mumkin? Ha? Menga ayt, qanaqa ishi bo'lishi mumkin? Oyi, tushuntiryapman-ku hammasini. Shoqim qilyapsizlar. Qani bu yoqqa yurchi. Oyi. Oyi, bu nima qilganingiz? Qo'limni og'ritdingiz. Seni deb meni dilimni og'rishlari bu qo'lingni og'rishini oldida hech gap emas. Sen meni yerga kirgizyapsan. Seni deb menda na lafz qoldi, na yuz qoldi. Odamlar meni qo'li bilan bigiz qilib ko'rsatyapti. Kelib sendan oladigan rahmatim shu bo'ldimi? Oyi, men yana nima qildim? Yana nima qildim deydi. Yigit kishini uyiga borib, nima qiladi qiz? Ha? Rostini ayt. O'zingga to'g'rimisan? Oyi, qo'lim og'riyapti. Meni savolimga javob ber. O'zingga to'g'rimisan? Oyi, men sizni savolingizga tushunmayapman. Nimani nazarda tutyapsiz? Sen o'zingni go'llikka solma. Qiz bola. O'g'il bolani uyiga nima qiladi borib? Oyi. Oyi. Gapir dedim, gapir. Nega baqir-chaqir qilyapsizlar? Oyi, nima bo'lyapti? Oyi, nima deyapsiz? Dadam eshitib qoladilar. Sen menga ayt, nima qiladi borib? Oyi. Aka, baqirmasdan gapiring, dadam eshitib qoladi. Eshikni yop. Oyi.
Bugun sening o'sha yigitni uyidamidi? Ha? Aytmadimmi? Ha? Bu sening o'ziga to'g'ri emas. Bu bir ayib qilib qo'ygan. Oyi! Nima deyapsiz? Men qanaqa? Nima deganingiz bu? Meni nima deb o'ylayapsiz? Unchalik emasdir, oyi. Sendan so'ramadim. Sen u yigitnikida nima qilib yuribsan? Nima qilib yuribsan unikida? Sen bir narsa qilib qo'ygansan. Oyi! Sen bir narsa qilgansan. Oyi. Oyi, nima qilaman men? Menga qara. Ay. Ikki quloqing bilan ham eshitib ol. Kelasi hafta to'y. Men seni ko'nglingga qarab o'tirmayman. Tushundingmi? Agar yo'q desang, men bergan sutimga rozi emasman. Tushundingmi meni? Menga qara. Tushundingmi? Endi sen buni har bitta qadamini poylab yurasan. Qodirga ayt. To'yga tayyorgarlik ko'rsin. Ertaga hammasi ayon bo'ladi. Ertaga men ota-onam kimligini bilib olaman. Senga ham rahmat og'ayni. Omad tilayman. Mhm. Men ham o'z ota-onamni ko'rsam-edi. Agar hayot bo'lishsa. Esingdami? Men bilan bir quvonchli voqea sodir bo'lsa, albatta sen bilan ham sodir bo'lardi. Menga shokolad berishsa, senga ham berishardi. Bu ham bir taqdirga o'xshardi, do'stim. Ha, to'g'ri. Men tezroq ota-onangni topishingni umid qilaman. Rahmat. Arzimaydi. Omon bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, sen ham. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha, xayr. Shuning uchun ertaga ko'rishadigan bo'ldik. Nimaga aynan ertaga siz bilan birdaniga uchrashaman deb qoldi? Yo biror narsani bilib qoldimikin? Bunisidan xabarim yo'q. Mendan nimanidir so'ramoqchi ekan. Voy. U aniq bilgan. Nega jim bo'lib qolding? Yana yig'layapsanmi? Yo, agar u bilgan bo'lsa, unga nima deysiz? Nega meni tashlab ketgansizlar desa, nima deb javob berasiz? Bunisini hali o'ylab ko'rmadim. Lekin agar bilgan bo'lsa, hammasini aytib beraman. Tushunsa tushunar. Tushunmasa, har qalay ota-onasi tirikligini bilib oladi. Mana ko'rasiz. U bizni kechirmaydi. Bizni yomon ko'rib qoladi. Endi nima bo'lganda ham peshonamizda borini ko'ramiz. Sen ham hamma narsaga tayyor tur. Men ertaga uchrashib senga javobini aytaman. Menga qara. Qayerga ketyapsan? Dadamning yoniga. Ha, dadangning oldiga. Qani bu yoqqa kel. Hali dadangga aytib bermoqchimisan, ha? Aytmoqchimiding? Nimani aytaman? Nima? Oyi! Dadangni tiriklay o'ldirmoqchimisan? Yur, qani Oyi! yur dedim. Ovozingni chiqarma. Qani yur. O'ylama. Dadangga o'zing aytasan. Agar dadangni yana to'shakka mixlanmasin desang,
aytasan. Tushundingmi? Oyi, nega birdan bunaqa bo'lib qoldingiz? Yo, o'sha ayol kundoshingiz bo'lgani uchunmi? Nima? Sen bilarmiding? Kecha dadam aytuvdilar. Sen bilib turib o'sha ayolni uyiga bordingmi? Ha? Mana shu fe'ling onangga o'xshadi. Onang ham faqat o'shani himoya qilardi. Onangga o'xshadi. Men sizni qizingizman-ku. Nima deyapsiz, oyi? Sen meni qizim emassan. Jiyanimsan. Akamni qizisan. Biz seni asrab olganmiz. Men seni o'z bolamdek ko'rib katta qildim. Lekin sen menga farzand bo'lmading. Nimalar deyapsiz? Meni niyatlarim ko'p edi. Oyi, Sen qiz baribir ham o'sha onangga tortib ketding. oyi. Oyi, bular kim? Nega ko'zlari menikiga o'xshaydi? Bu tog'ang. Bunisi esa tog'angning xotini. Ular avtohalokatdan o'lib ketishgan. Ha, shunaqami? Bular meni ota-onammi? Men ularning qizimanmi? Shu paytgacha meni aldab yurishganmidi?
uxlolmayapman. Boshimda aylanayotgan bu o'ylardan uxlolmayapman. Nega? Nozima nimadir dedimi? Yo'q. Men dedim. Nima dedingiz? Men unga ona emasman dedim. Nima? Oyi, nimalar deyapsiz? U hammasini biladi. Dadajon, meni kechiring. Sizni shu paytgacha dada deb keldim. Lekin kecha hammasini bilib oldim. Oyim aytdilar. Men o'zimni aldangandek his qildim. Meni kechiringlar. Men ketdim. Uzoqlarga ketdim. Siz dadam bo'lsangiz ham, dadam bo'lmasangiz ham yaxshi ko'raman. Siz tuzalib keting. Sizni joningizga duo qilaman. Sizni haqqingizga duo qilaman. Oyim menga hammasini aytib berdilar. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Xayr. Bekor qilibsiz, oyi. Bilaman. Noto'g'ri qilganimni bilaman. Lekin u o'sha ayolni ko'rgani borganiga men bunga chiday olmadim. Yuring. O'tiring. Keling. Qaysi ayolni aytyapsiz, oyi? Ana onada dadayni birinchi xotinini. Yodgorni onasi ekan. Tushunmadim. Yodgorni onasi deyapsizmi? Shunda Yodgor dadamni o'g'li bo'lib chiqadimi? Oyi, nimalar deyapsiz? Ha. Nozima o'shani ko'rgani boribdi. Menga alam qilgani shu bo'lyapti. Unga achinganimish. Bu meni quyushqondan chiqarib yubordi. Men tushunmayapman. O'zimni To'xtang. tutib tura olmadim. Shunda Yodgor dadamni o'g'limi? Yo'q. Dadayning o'g'li emas. Dadayning o'g'li chet elda. Siz qayerdan bilasiz? Yo'q, ko'chadan kelgan bir begona yigitga meni joyimni bo'shatib bermasa kerak. Dadamning maqsadi boshqa. O'g'li bo'lmasa, meni joyimni unga bo'shatib berarmidi? U dadayning o'g'li emas, bu aniq. U chet elda, uni asrab olishgan. Qarang-a. Qanday ishonch bilan gapiryapsiz, oyijon? Siz buncha narsani qayerdan bilasiz? Menga ortiqcha savol berma, boshim og'riyapti. Bu bola dadayning o'g'li emasligi aniq. Yaxshi. Bu uyda hamma haqiqatni biladi. Faqat mendan boshqa. Hatto Nozima ham biror narsalarni biladi. Jim, Men esa yo'q. dadang uyg'onib qoladi. Uyg'onsa uyg'onsin. Uy emas bu. G'urbatxona. Ming la'nat.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uxlamagansan chog'i. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Shuning uchun ham oldinga keldim. Qanaqa qilib uxlayman? Agar u hammasini bilsa, menga ta'na qilsa, shuncha oldimda yurib ham aytmabsiz desa, xuddi masxara qilib yurgandek bo'lib qolmaymanmi? Iltimos, onasi ekanligimni aytmang. Boshqa odam deb ayting. Uni tanalariga chidolmayman. Men va'da bermayman. Agar u so'rasa, ochig'ini aytaman. Unga yolg'on gapira olmayman. Uzr. Nima bo'lganda ham rostini aytaman. Sen ham tayyor tur. Qiz qayerga ketdi? Qayoqqa ketdi? Qayoqqa ketdi? Nozima. Gavhar! Gavhar! Ha, Obid aka. Nima bo'ldi? Nozima qani? Nozima qani? Ishda bo'lsa kerak. Tinchlikmi? Nega so'rayapsiz? Unga nima deding? Tiling kesilgur. Nima debman? Unga nima deding? Nozimani izlayotgandim. Nozim ishga kelmadi. Kelmadi? Bugun avtosalonga boramiz degandi. Bilmadim. Telefonni ham olmayapti. Ushlanib qolgandir. Yo, o'zimiz o'tib kelamizmi? Nima, senga shartnoma qilish vakolat berildimi? Shartnoma bo'laveradi. Avval narxlarni kelishib olaylik. Uzr. Sizni bilmadim-u, biz vakolatimiz yo'q joyga burnimizni tiqmaymiz. Nozima kelsa, keyin boraman. Unga nima deding? Nima deding? Ha, jahlim chiqqanidan shu gapni aytib yubordim. Nimaga jahling chiqadi? Ha? Nimaga jahling chiqadi? Unga men aytdim borgin deb. Sen borgandan so'ng kasal bo'lib qopti. Borib ko'rib ket dedim. Buni nimasiga jahling chiqadi? Ha? Men shundayman. Shunaqaman. O'sha ayolni eshitsam, o'zimni tuta olmayman. Sababini bilasizmi? Nima ekan? Nima ekan sababi? Bilasizmi? Siz u sirni mendan yashirgansiz. Akam ham yashirgan. Men hech narsani bilmasdan sizga turmushga chiqqanman. Keyin men hammasini bilib qolgandan keyin sizni ham akamni ham yomon ko'rib qolganman. Men bekitganim yo'q. Onam bilan onang shunga kelishgan. Men ularning gapini ikki qila olmadim. Akamchi? Akam bilardi-ku. Kelinoyim ham bilardi. Faqat men bilmaganman. Hammanglar bir buvolab meni aldagansizlar. Keyin o'zim bilib qolganman. O'shandan keyin sizlarni hammalaringni yomon ko'rib qolganman. Yetar! Nozima ketibdi. Nima? Qayoqqa ketibdi? Uni kiyimlari ham, jomadoni ham yo'q-ya. Nima? Chetga uchib ketgan.
qayoqqa ketadi? Agar Nozimaga bir gap bo'ladigan bo'lsa, men seni ayab o'tirmayman. Xotinim bo'lsang ham, shuncha yil birga yashagan bo'lsang ham, kim bo'lishingdan qat'iy nazar, men seni ayab o'tirmayman. Bor, aeroportga bor. Chop! Qaytar uni. Kechop, orqasidan bor. Top kel. Top! Top. Buncha kech qoldingiz? Chiqyapman degandingiz-ku. Yo'l tirband ekan. Nimadir buyurdingmi? Buyurdim, yebam bo'ldim. Endi shirinlik yemoqchiman. Xo'p, qara. Shirinlikni buyur. Faqat o'zimiz bilan olib ketamiz. Uyda yeymiz uni. Yo'ldan yana bir ikkita narsa olib olamiz. Xo'p. Ketdik. Oyi, bordim deyapman-ku. Biladigan hamma dugonalarnikiga borib keldim. Hech qayerda yo'q. Nima? Yodgornikida? O'ylab gapiryapsizmi? U yerda nima qiladi? Ha, manzilini bilaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Qani, o'tir. Nima buyuray? Men yo'lda ovqatlanib keldim. Yo'lda? Ha, Fast foodmi? ha. Fast food zararli. Odam issiq ovqat yeb turish kerak. Men yurib yeyishga o'rganganman. Tushunarli. Xo'sh. Menda nima gaping bor edi? Siz suratni ko'ribsiz. Shundaymi? Ha? Nima edi? Salim kim o'zi? Salimmi? Bu ayyor. Pul desa o'zini tomdan tashlaydigan, o'z do'stlarini ham sotib keta oladigan odam. Men uni sizdan sifatini so'ramayapman. U o'tmishda kim bo'lgan? Nega u meni bolalar uyga tashlab ketgan? Men u haqda hammasini bilishni istayman. Bu juda ham uzoq tarix. Meni vaqtim bor. Kutayotgan zarur ishim ham yo'q. Baxtimga esa xo'jayinlarim ham bugun ishga kelmagan. Bilasanmi? O'sha qadim zamonlarda 3 ta og'ayni bo'lishgan ekan. Ular bir-biriga juda ham qadrdon edi. Qarg'a qaqimchi, chumchuq chaqimsiz gapiring. Ertaga ishga kelmadim men. Lekin hammasi shu ertakdan boshlangan. Unda ayting. Faqat iltimos. O'zingizdan to'qimasdan ayting. Xullas, 3 og'ayni kelishib firma tashkil qilishadi. Firma kutilmaganda birdan bozorga kirib boradi. Bu esa o'sha Rahimboyga yoqmaydi. U og'aynilardan bittasini o'ziga og'dirib olishga harakat qiladi. Bu unga qo'l kelardi. Shu orqali u firmani sindirishi mumkin edi. Ammo men buni bilib qoldim. Keyin ketma-ket falokatlar yuz berdi. Bu falokatda meni ayblashdi. Firmani sotmoqchi bo'lgan odam o'sha Salim edi. Bularni hammasini menga Obid aka aytib bergan.
Bu yangilik emas. Xabarim bor. Lekin u batafsil aytmagan. Mana men senga hammasini boshidan gapirib berdim. Endi kim ekanligini bilasan. Bundan chiqdi. Salim meni bolalar uyiga shu firmani deb tashlab ketganmi? Seni Salim bolalar uyiga topshirgani yo'q. Yo'q, meni u topshirgani aniq. Seni boshqa odam topshirgan. Yo'q. Meni boshqa odam topshirgani aniq. Siz bularni qayerdan bilasiz? Bilaman. Chunki o'sha odamni men yollaganman. Nega? Nimaga? Chunki shunday qilishim kerak edi. Bo'lmasa Rahimboy o'ch olardi. Bundan chiqdi. Obid aka aytgan odam sizmisiz? Siz meni otammi? Shunday. Sen meni o'g'limsan. Xullas, mana bilib ham olding. Buni qarang. Nimagadir o'zim ham shunday shubha qilgandim. Bundan chiqdi. Marziya opa meni onammi? Shundaymi? Ha. Ismini ham onang qo'ygan. Uning bobosini ismi Yodgor edi. Yodgor? Nima? Ismim avvaldan Yodgormidi? Ha. Bolalar uyiga men seni otangni ismini o'zgartirib topshirganman. Lekin ismini o'zgartirmadim. Tanib olishim uchun. Qolaversa onangni hurmati uchun. Lekin mening bolalar uyidagi ismim Yodgor emas, Vohid edi. Nima? Vohid. Yo'q. Sen adashyapsan. Seni isming Yodgor. Seni asli isming Yodgor. 7 yoshgacha men Vohid edim. Bularni bilaman. Yodgor degan o'rtog'im bo'lardi. Tarbiyachilar bizni hamisha adashtirib yurishardi. 7 yoshda bizni boshqa bolalar uyiga topshirishdi. Bizni ismimizni ham adashtirib yozishdi. Biz avvalga ko'nikib ketdik. Keyin bizga bu qiziq tuyuldi. Aslida u yerda seni nima deb chaqirishning ahamiyati yo'q. U yerda hamma bir xil. U yerda hammaning ota-onasi yo'q. Shunday ekan, seni kim deb atashning nima qizig'i bor? Men hozir Marziya, Labay xalam aka. bu bizning bolamiz emas. Nima? Uni ismini o'zgartirib qo'yishgan edi. Uni ismi Yodgor emas. Biz adashibmiz. Nima deyapsiz? Tushunmadim. Adashibmiz. Axir siz Ayb menda. Menga noto'g'ri ma'lumot yetib ketdi. Men buni albatta tekshiraman. Xavotir olmang.
Meni bolam qayerda? Bolamni nima qildingiz? Topib bering bolamni. Marziya. Iltimos, yig'lamay tur. O'zingni bos. Men hammasini aniqlab javobini senga aytaman. Aniqladingizmi? Mening ismim asli Yodgor emas. Demak, o'g'lingiz ham emasman. Unda aytchi. Yodgor qayerda? Demak, siz Yodgorni otasiz, ha? U sizlarni qancha izladi? Har kuni surishtirardi. Har kuni kutardi. U qayerda? Yodgor chet elda. Chet elda? Ha. Nega? Bu yerda nima qilyapti? Uni yangi bolalar uyga kelganimizdan keyin 1 yildan so'ng asrab olishdi. Kim? Kim asrab olgan? Buni bilmayman. Qandaydir farzandi o'lgan odam. Asrab olgan ota-onasi bilan chet elga ketdi. U hozir o'sha yerda o'qiyapti. Faqat vohid bo'lib. Menga esa suratni o'sha yubordi. U aslida kimligini bilganligi uchun menga yubordi. Tushunyapsizmi? U ham ota-onasini surishtirgan ekan. Seni bolalar uyga mana shu suratdagi odam tashlab ketgan debdi. Tushunyapsizmi? Salimmi? Ha. Yo'q. Mening ismim Vohid. Meni mana shu odam bolalar uyga tashlab ketgani aniq. Vohidni, ya'ni Yodgorni asrab olgan odamni qo'li juda ham uzun. Tushunyapsizmi? Unga noto'g'ri ma'lumot kelishi mumkin emas. Keling o'g'lim, sizga kim kerak? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Men Jektanman. Qo'rlarni tekshirib yuribman. Shikoyatingiz yo'qmi? Qovur? Ha, o'g'lim bu ishlarni biladi. Men tushunmayman. Kechda ishdan qaytadi, shunda kelsangiz bilib olasiz. Sizdan boshqa uyda hech kim yo'qmi? Hozircha yo'q. Kechqurun o'g'lim keladi.
Tushunarli. Rahmat. Bu yigit kim bo'ldi? Rostdan usta edimi? O'xshamaydi.